SUVlar orasida eng tezkorlardan biri bo'ladi. Bu avtomobilimizda ham biznesga, ham oilaga, ham tezkorlikka juda ham qulay. 602 litrli atmosferli emas, bu kompressorli supercharged bo'ladi. V obrazli 8 silindrga 682 ot kuchi 885 Newton metr bo'ladi. Shu go'dasiga taxminiy 3 tonnali og'irligi bilan bor yo'g'i 4 sekundda 0 dan 100 gacha qo'zg'alib qo'yish mumkin. VIP o'rindiq bo'lganligi uchun isitish, sovutish, massaj va o'rindiqlarda elektropaket boshqaruv tizimiga ega bo'ladi. Qo'shimchasiga laptop yoki notebook qo'yadigan stulchigimizni olamiz va mexanik tarzda bekitib qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. Qo'shimchasiga touchpad ham o'rnatilgan. Bu eshiklar ochish yopish yoki klimat kontroli boshqaruviga xizmat qiladi. Bu avtomobilning yaxshi tarafi ham Executive Second Row Package, ham V seriya, hamda ixcham short kuzovida bo'ladi. Rul har doimgidek sportivniy. Qo'shimchasiga indikator bilan Face ID ham opsiyaga qo'shilgandir. Head-up display, premium akustika AKG dan bo'ladi. Panorama tom Alcantara bilan. O'rindiqlari esa tabiiy premium nappa charmi bilan qoplangan bo'ladi. Albatta V seriya bo'lganligi uchun karbon qismlar ham qo'shilgan bo'ladi. Savol tug'iladi, eshiklari elektronik bo'lgandan keyin nima uchun sen tugmani bosgan paytga oxirigacha ochilmaydi degan. Uni bitta o'rnak qilib ko'rsatib beraman. Qarang. Eshiklari oxirigacha kelmadi. Buning sababi ichkarida multimedia panelida nastroyka joyi bor. Nastroykadan eshikni yarimiga kelish, oxirigacha yoki umuman ochilmaydigan qilib o'zingiz uchun nastroyka qilsanglar bo'ladi. Va narxlari keladigan bo'lsa, bor yo'g'i 195 ming AQSh dollari, ya'ni kunlik narx beraveramiz. Sotuvda 26 ga 26 lari ham bor va boshqa opsiyalar ham bor Cadillac Escalade'da. Bu va bunga o'xshagan inomarkalarning kunlik narxi, bojxona to'lovlari va batafsil ma'lumotlarni eksklyuzivniy Telegram kanalimiz orqali ham kuzatib borsanglar bo'ladi. Havola profilning yuqori qismida.